Muhammad Amin aka, yanvarda qaysi davlatga sayohat qilsam yaxshi? Dubay, Fevraldachi? Venetsiya, Martda? Yaponiyaga borish kerak, Sakura gullaydi, Tokioga borish kerak. Apreldachi? Parijga degan bo'lardim. Mayda? Italiya, Rim, Iyun? Indoneziya, Baliga borish kerak. Iyuldachi? Gretsiyani tanlagan bo'lardim, aynan Santorini degan joyi. Avgustdachi? O'sha Antaliya. Sentyabrda? Sentyabrda havo Barselona zo'r bo'ladi. Ispaniyaga borish kerak. Oktyabrdachi? Amerika ketish kerak, Nyu-Yorkka borish kerak. Noyabrdachi? Noyabrda men Cancun degan joyni maslahat bergan bo'lardim. Dekabrda? Dekabrda shu Laplandiya, boshqa joy hayolimga kelgani yo'q. Shunaqa davlatlarga sayohat qilish uchun nima qilishim kerak? Meni sahifamni kuzatib borsangiz, men oson sayohat qilishni o'rgatib boraman.